Alloh taologa cheksiz maqtovlar, hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga salovat salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli jamoat, Allohning uyiga, masjidga xush kelibsizlar. Alloh taolo har biringizga kelgan qadamingizga savob yozsin, hasanat yozsin, ajri azim yozsin. Qaytgan qadamimizga Alloh taolo gunohlarni kechirsin. Uzoqdan kelganlar bor, yaqindan kelganlar bor. Yaxshi niyat bilan mana shu masjidga, jamoatga namoz o'qib, bu yerda bir bayon eshitib, Qur'onda, hadisni, Allohning kalomi, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatlarini tushunishlik uchun biz bu yerga kelib turibmiz. Birinchi kecha bo'lganda, demak hadisimizni davom ettiramiz. Yunadi munadi. Nido qilguvchi nido qiladi, baqiradi deyapti. Ammo biz uni eshitmaymiz. Qanday eshitamiz desa, domlalarimiz mana shunday mehroblarda, minbarlarda jamoatga aytadi. Nima deb gapiradi? Farishta yoki boshqasi. Yunadi munadi. Ya baghiyal khayri aqbil va ya baghiyash sharri adbir. Ey yaxshilik qilmoqchi bo'lgan odam, ke deydi ekan birinchi kechada. Shu Ramazonning birinchi kunida. Ya baghiyal khayri. Ey yaxshilikni niyat qilgan, yaxshilik qilmoqchi bo'lgan, ke boshla, yaqinlash, ibodatlaringni qil. Keldi Ramazon oyi. Ochildi jannat, yopildi do'zax. Shayton baylandi. Ya baghiyal khayri aqbil. Ey yaxshilikni niyat qilgan boshla deydi ekan. Tilakka qarshi deydi. Bizga qirg'izchada tilakka qarshi. Ramazonni bunday tushunadi ko'pchilik. O'zi roza nima degani? Roza degani saharlikda og'izni yopishlik, yeyishlikdan tiyilishlik, ichishlikdan tiyilishlik, jimodan tiyilishlik. Saharlikdan iftorlikgacha. Shu roza. Bu rozani hissiy tarafi. Yeyishdan to'xtaymiz shomgacha. Ichishdan, ya'ni badanni biror joyga biror narsa kirgizishdan to'xtaymiz. Yeyishdan, ichishdan va ahli ayoldan uzoqlashadi shomgacha. Bu rozani nima tarafi ekan? Hissiy tarafi. Shuni his qilib turamiz. İçib qo'ysak bilamiz, ichmay qo'ysak ham bilamiz, chanqaganimiz bilib turamiz. Ammo hurmatli jamoat, rozani ma'naviy tarafi ulug'roq turadi. Ul qanday degan desa, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadisda kim roza tutsa, roza tutgandan keyin tilini to'smasa, ko'zini to'smasa, qulog'ini to'smasa, fala hajata lillahi an yada'a ta'amahu va sharabahu. O'sha odam o'zini o'zi ochga qo'ygani Xudoga kerak emas deyapti. Bu o'zini ochga qo'ydi xolos, galadovka qildi. Bo'ldi, bunga savob yo'q. Nimaga? Ro'zadan maqsad ko'p ovqat yeyish emas, hurmatli jamoat. Mana och qolish masalasi bor-ku. Shuni ayirmasiga yetib olaylik. Payg'ambarimiz hadisiga ko'ra. Bir odam ertamandan kechga och qoladi, unga ro'za yo'q. Ro'zani tutdi, so'kinadi. Ro'zani tutdi, g'iybat qiladi. Ro'zani tutdi, chaqimchilik qiladi. Ro'zani tutdi, aldaydi, yolg'on gapiradi. Har xil narsalar, til, ro'zani tutdi, kommentariy yozadi. Ro'zani tutdi, telefonda bir narsalar ko'radi. Bu nima qilyapti? Bunda ro'za yo'q. Nima qilyapti bu? Galadovka qilyapti. Ocharchilik qilyapti. Qanaqa ocharchilik desa, bomdoddan shomgacha ocharchilik qilyapti. So'z kimiki? Payg'ambarimizniki. Nima deyapti payg'ambarimiz? Fala hajata lillahi an yada'a ta'amahu va sharabahu. O'zini ochga qo'ygani Allohga kerak emas buniki deyapti. Biz namoz o'qisak Alloh kuchayib ketadimi? Yoki boyib ketadimi? O'ylab ko'ringchi. Aytadiki, innama hiya a'malukum. Bu qilayotgan narsalar sizlarning amalinglar. Men deyapti Alloh taolo, farishtalarga sanattirib beraman deyapti. Eng taqvoli odam kim, birodarlar? Eng tarixda bugungacha bo'lgan eng taqvoli inson kim? Payg'ambarimiz. Eng yomon odam kim? Fir'aun. Yer yuzini hammamiz Muhammad alayhissalom bo'lib qolsak, Allohga foydasi yo'q. Hech foydasi yo'q. Aytadiki arablar, Alloh taolo deydi, zaiflikdan kuchaymaydi, kambag'allikdan boyimaydi, ozlikdan ko'paymaydi. Hammamiz ibodat qilsak, zaiflikdan Alloh kuchayib qolmaydi, Alloh eng kuchli. Kambag'allikdan boyib qolmaydi, Alloh eng boy. Ozlikdan ko'payib qolmaydi, Alloh eng ulug'. Ikkinchisi, bizni hammamiz eng yomon odam bo'lib, hammamiz Fir'avn bo'lib qolsak, Xudo saqlasin.
hammamiz Fir'avn bo'lib qolsak, Alloh taolo zaiflashmaydi, kambag'allashmaydi, qiynalmaydi. Amal kimniki ekan? O'zimizniki. Foydasi kimga ekan? O'zimizga. Yer yuzini hammasi taqvodor bo'lib ketsa, Alloh taologa foydasi yo'q. Yer yuzini hammasi gunohkor bo'lib ketsa, Alloh taologa zarar yo'q. Innama hiya a'malukum. Amal sizlarniki deyapti. O'shuning uchun men jamoatga men xayr eskertkim keladi. Hurmatli jamoat, roza tutib qo'yib, haliginga o'xshab ovqatni bu yergacha olib kelib turib, Jallovat suvni yana o'zinglar boshqa suvlar bilan to'ldirib olib, probka qilib to'sib, endi esalaman shomga yetib olayin. Kechirasan, men sigaretam chekar edim. Shu eplab yetib olayin deb 4 ta sigaretni yopib, 6 ta sigaretni ochib olmaylik. O'zi shunday bo'ladi, bilasizmi? Sigaret chekkan yaqinlarimiz muazzinni rosa yaxshi ko'radi. Bir piyola, bir tomchi ichdi, bo'ldi. Ovqat bilan hech narsa bilan ishi yo'q. Mayda o'chirda 4 tasi turibdi. Orqasiga ulab chekib tashlash kerak bo'ladi. Shuning uchun biz aytamizki, hurmatli jamoat, roza tutayotganimizda ovqatdan, yeyishdan, ichishdan to'xtadikmi? Quloq roza tutish kerak. Bu roza taqvodorlar rozasi. Har xil narsa eshitmaydi bu. Ko'z roza tutish kerak, har xil narsa qaramaydi. Ayniqsa, nimamiz roza tutish kerak ekan? Til. Til yolg'onchi so'zdan, g'iybatdan, falonchi, pistonchidan nima qilish kerak ekan? To'liq to'xtash kerak. Idakan avvalu layla. Birinchi kechasi bo'lgandan keyin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadiki, ya bag'iyal xayri. Ey, yaxshilik qilam degan odam, kel. Kelchi yaxshilik qilayin degan odam. Keldi roza mana. Qil yaxshiliklaringni. Nima qilmoqchisan? Ro'zaning ichida hamma ibodat bor. Ro'zaning ichida ziyorat bor. Ro'zaning ichida sabr bor. Ro'zaning ichida odam sinalishi bor. Shuning uchun Ramazon oyi birinchi kechasida nido qilib aytadiki, ey, yaxshilik qilaman degan mavsum keldi. Sezon keldi. Dehqonlarimiz biladi, buni qisqaroq sharhlaymiz. Juda bir narsalar sharhlab o'zim tushunib sizlarga ham tushuntirib o'rgim kelyapti. Men televizorda yoqsam, fevral oyida Aravonda kartoshka kelyapti. Dehqonlar shoshiladi. Ey, sezon keldi, kech qolmaylik, ertaroq qilaylik deydi. Nimaga hamma narsani ertalatamizsa, ibodatda begam bo'lib qolamiz, birodarlar. Ibodatda begam bo'lmaylik. Narigi dunyoda hamma narsani foydasi bo'lmaydi, faqatgina ibodatda foydasi bo'ladi. Ya bag'iyal xayri aqbil. Ikkinchisi, demak, ey, yaxshilik qilaman degan-ki, ya bag'iyash sharri adbir. Ey, yomonlikni niyat qilgan, to'xta. Roza keldi. Ke shu oyda sen rozani, mana shu roza oyida sigaretni tasha endi shu safar. 46-yil 1400, 25-yil 2000 shu yillarda sen sigaretingdan to'xta. Sen uchun shu Ramazon oyi o'zgarish oyi bo'lsin. Nimadir gunohdan to'xta. Gunohda tartibingdagi o'zing bilgan, o'rgangan, qilib yurgan qaysidir gunohingdan shu safar to'xta. Va sen ibodatingga, hayotingga qaysidir ibodatni qo'sh o'rniga. Sigaretni qo'yda, atim Qur'onni boshla. So'kinishni qo'yda, zikrga o'tib ol. Yomon bir narsang, o'zing bilgan yomon narsangni to'xtatda, yaxshi tarafga o'tib ol. Ya bag'iyal xayri aqbil. Ey, yaxshilik qilaman degan, boshla. Ya bag'iyash sharri adbir. Ey, yomonlik qilayotgan, to'xta deb nido qiladi, deyapti. Sababi jannat eshigi ochildi. Holatni tasavvur qilib turibsizlar. Jannat eshigini Alloh ochdi, do'zax eshigini yopdi. Alloh taolo ayttirdi farishtaga. Yaxshilik qilaman degan boshla, yomonlik qilaman degan to'xta. Kim yordam beradi? Alloh subhanahu va taoloning o'zi yordam beradi. Valillahi utaqa minan nari va zalika fi kulli layla. Alloh har kuni kechqurunda do'zaxdan, Ramazondan odamlarni ozod qiladi, deyapti. Odamlarni do'zaxdan chiqarib tashlaydi. Alloh bizni do'zaxdan ozod qilsin, hammamizni. Hammamizni Alloh taolo jannatga kirgan odamlardan qilsin. Keyingisi as-siyam fi Ramazon. Tuftahu lahum abwabul janna va tughlaqu lahum abwabun nar. Shu hadisni keltiribdi. Biz endi jamoatimizga o'qib berdik. Shahr Ramazon siyamuhu yukaffir az-zunub. Ramazon oyida o'qilgan namoz. Sizlarga qilayotgan bayonimizda eng oxirida nima deyatdik? Ya bag'iyal xayri aqbil. Kartoshkangizni Alloh baraka bersin. Ya bag'iyal xayri
yaxshilikni qilayotgan tezlash. Yomonlikni qilayotgan to'xta. Orzuparastlik yoki boshqa narsa. Biz bu kishining gapi to'g'ri, dehqonchiligimiz boshqamiz oldiga surilib ketadi. Ramazonning ro'zasi gunohlarni kechirishiga sababchi bo'ladi. Ana Abi Hurayra radhiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yaqul: "As-salavatul khamsu." Bir kunda o'qilingan 5 mahal namoz. Hammamiz namoz o'qiymiz inshaalloh. 5 mahal namoz o'qiymiz deb o'ylayman. Bir kunda o'qilingan 5 mahal namoz. Wal jum'atu ilal jum'a. Bir jumadan ikkinchi jumaga o'qilgan juma. Bu jumani ham o'qidingiz, keyingi jumani ham o'qidingiz. Va Ramazon ila Ramazon. Ramazon oyini o'tgan yili tutgansizlar, bu yilgi Ramazonga kelib ro'zani tutishni niyat qilib turibsiz. Mukaffiratun ma baynahunna. O'rtasida qilingan gunohlarni hammasini yo'q qilishga sabab bo'ladi. Bomdod o'qigan odam peshin namozini o'qiydigan bo'lsa, bomdodman peshinda orasida gunoh qildi. Odam qiziqda gunoh qilishni yaxshi ko'radi. Ana bir odam so'raydi, nimaga men gunoh qilaman deydi. Otam gunoh qilgan-da meni. Odam ato gunoh qilgan. Lekin odam ato gunoh qilishligi bilan orqasidan nima qildi? Tavba qildi. Alloh taolo Odam alayhissalomning tavbasini qabul qildi. Biz gunoh qilib qo'ysak, orqasidan nima qilishimiz kerak? Tavba qilishimiz kerak. Tavbamiz qabul bo'ldimi, yo'qmi? Bilamizmi, yo'qmi? Bilmaymiz-da. Fatalaqqo Adamu min robbihi kalimatin fataba alayhi. Odam alayhissalom Alloh taolodan tavba qilishni o'rgandi. Tavba qildi, Alloh taolo tavbalarini qabul qildi deyapti. Biznikini ham qabul qiladi inshaalloh, shunday deb o'ylaymiz. Inshaalloh qabul qiladi. Lekin biz kichkina gunohlarni qilib esimizdan chiqarib qo'ygan bo'lsak, bomdod o'qigan bo'lsak, peshingacha gunoh qilsak, peshinda o'qiganligimiz uchun kechiriladi. Peshindan keyin asrda o'qisak, ikkalasining o'rtasidagi gunohlar kechiriladi. Xuddi shuni singari o'tgan yili ro'zani tutgan odam bu yil ro'zasini tutadigan bo'lsa, ikkalasining o'rtasidagi gunohlar nima qiladi? Kechiriladi inshaalloh. Alloh hammamiz gunohlarimizni kechirsin. Qiyomatda deydi, bir odam borib, "Yo Alloh, taqvoli odam ekan. Meni dedi, o'zimning amallarimdan men qizil qiyodan bo'laman" dedi qiyomatda borib. Qizil qiyon eng taqvodor menman dedi. Meni dedi, o'zimning amalimdan hisob-kitob qilib qo'y deydi ekanda. Sizlar tarafli emas, kimdir? Shuning uchun hadisda keladi, kim qiyomatda amali bilan talashadigan bo'lsa, jannatga kirmaydi. Bizchi, hurmatli jamoat, biz amalimiz bilan eng taqvodor odam bo'lsak ham jannatga kira olmaymiz. O'shani esdan chiqarmaylik. Biz tavbamiz bilan kiramiz. Biz duoyimiz bilan kiramiz. Qilayotgan ibodatimizni qaysi tarafdaligida bilinishlik uchun qilyapmiz xolos. Buni bir masalada aytib berdim. Men sizlarga ham bir aytib berayin. Bu dunyoda hayotim, bu dunyoning hayotini kecha kuni bittasi bir narsada tushuntiribdi. Men juda bir hayron qolib ketdim. O'zi unday emas. Payg'ambarimiz o'tganiga endi 40 minut bo'ldi degan bir video ko'rib qoldim internetda. Lekin u noto'g'ri video. Narigi dunyoda kuni bilan bu dunyoda kunini solishtirsak, ikkalasining farqi, narigi dunyoda bir kuni bu dunyoda 50 ming yilga to'g'ri keladi. Alloh Qur'onda aytadi. Fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana deyapti. Bir kunki uning miqdori 50 ming yil deyapti. Ana o'sha 50 ming yilni 70 yilni hisoblasak, 50 ming yilni ichiga bizi 70 yilimizni kirgizsak, 2,5 sekundga to'g'ri keladi ekan. Narigi dunyoda bir kuni bizi yilimizga solishtiradigan bo'lsak, hisob bo'yicha, narigi dunyoda hisobi bo'yicha 70 yil, bu dunyoda hisob bo'yicha 2,5 sekund bo'ladi ekan. 70 ga kirgan odam qancha yashayapti? 2,5 sekund. 2,5 sekundni qanchasi ibodat bilan o'tdi desa, 60 yil yashagan odam 20 yil uxlaydi. 40 yil qoldi. 20 yil ishlaydi, kuniga 8 soatdan ishlasa, 20 yil qoldi. 15 yil balog'atga yetadi, 5 yil qoldi. 1 yil hojatda o'tiradi, 2 yil dasturxonda o'tiradi, 1,5 yil qoldi.
agar ibodat qilib o'tsa, 70 ga kirgan odam ibodat qilib o'tsa 2 yil chiqadi ekan. Ha biz 70 yilimiz 2,5 sekundga to'g'ri kelgan bo'lsa, bizni 2 yilimiz qancha sekundga to'g'ri keladi? Qaysi sekundga biz ibodatimizni keyin maqtanamiz? Ozgina ibodat qilib o'zgarib qolyapmiz-da. Bu o'zi o'lchab bunday hisoblab kelsak, narigi yilga solishtirmalik. Bu dunyodagi 70 yil ibodatda yashagan odamni aytayapman men. Alabula yashab, keyinla masjidga kirib qolganlarni aytmayapman. 70 yil ibodatda yashagan odamni ibodati 3 yil chiqsin mana. 3 yil. 70 yilimiz necha sekund bo'ldi? 2,5 sekund. Xuddi shu hisob bo'yicha 2 yilimiz necha sekund bo'ladi? Dolya sekund bo'ladi ekan. Mana shu dolya sekundga biz nima qilmayapmiz? To'polon qilyapmiz. Akang taqvo, akang fatvo. Ibodat ko'paytiraylik birodarlar. Shahr Ramazon va siyamuhu yukaffiru zunub. Ramazon oyining ro'zasi odamning gunohlarini kechiriladi. Demak, jumadan jumagacha, umradan umragacha, Ramazondan Ramazongacha bo'lgan gunohlarni Alloh taolo o'rtasidagi gunohlarni nima qiladi deyapti? Kafforat qiladi. Undan keyingisi shu yerda jamoatimizga bir 4-5 minut savol javobga vaqt bersak-da, keyin men yana davom ettirishga harakat qilaman. Telefondan savol javob berib jo'natyapti. Jamoatimizda ro'za to'g'riliq savollarimiz yo'qmi? Taravih namozi, hurmatli jamoat. Alloh yetkazsin hammamizni. Taravih namoziga qarab ketyapmiz. Taravih degani dam olish tarviha, sunnat bizning nimamizda. Bir so'rov keldi bizga bugun. Aytadiki, bir odam deydi, ikkinchi jamoatdagi odam bilan surishib qolgan, talashib qolgan. Ikkalasini shayton to'g'ri kelmaydi, jini to'g'ri kelmaydi, o'zi ham to'g'ri kelmaydi. Shu yomon narsa-da, bir-biriga dushman bo'lib qolgan. Surishgan narsasi ham kichkina narsadan surishib, shu kattaga aylantirib olgan. Ko'rganda ko'rishmaydi bir-biridan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam va la tadabaru va la tabaghadu kunu ibadallohi ikhwanan al-mu'minu akhul mu'min al-muslimu akhul muslim. Bir-biringizga teskari qarab ketmang deyapti. Ash-shaytonu ya'idukumul faqra va ya'murukum bil fahsha. Shayton sizlarni kambag'al bo'lib ketasan deb qo'rqitadi, yomonlikka buyuradi deyapti. Yuqi'u baynakumul adawata wal baghdha. Shayton sizlarni o'rtanglarda dushmanlik soladi deyapti. Ikki kishi urushayotgan bo'lsa, bu shaytonning ishi bu. Shaytonning ishi. Urushgan odam keyingi odam bilan kelishmaguncha ibodatlari peshonasidan tepasiga chiqadi, osmonga ko'tarilmaydi deyapti. Qancha ibodat qilsa ham peshonasidan tepasida yuraveradi ekan. Peshin o'qidi, birovman urushgan. Qazosini o'qimaydi, lekin peshonasidan ham ko'tarilmaydi-da. Ayniqsa qarindosh urug'man, bir tug'anlarman urushib qolgan bo'lsa, ko'tarilmaydi shuni amali. Qazosini o'qimaydi, farqini bilib oling. Qazosini o'qimaydi bu namozni, bo'ldi, o'tdi, ado bo'ldi, ammo qabul bo'lmay shu yerda turib turaveradi. Sababi urushganligi. Bu yerda bir masjid bor, bu masjidda jamoati bor. O yoqda bir masjid bor, uni ham jamoati bor. Narigi masjiddagi odam o'sha jamoatdan biroman surishib qolganligi uchun u masjidga jamoatga chiqmaydi, boshqa masjidga boradi jamoatga. Nimaga desa, falonchiman men o'sha yerda suylashmayman deydi. U menga yoqmaydi deydi. Bizi shariat sen o'sha odam bilan gaplash, suylash deydi. Yaxshi ko'rishing shart emas deydi. Yaxshi ko'rish boshqa masala. Siz kimni yaxshi ko'rasiz, kimni yaxshi ko'rmaysiz, bu ham din, ibodat. Musulmonlarni yaxshi ko'ring hammasini. Ammo uni siz yaxshi ko'ra olmasangiz, u degani sen undan aloqani uzib qo'y degani emas. Hammani o'zini jamoati bo'ladi-da baribir. Masjidga bo'lingan jamoat bo'ladi. Anani key bir yerda o'qib qolasizki, masjiddan chiqib ko'rishlik bid'at ekan deydi. Siz shu ko'rishib qo'ysangiz masjiddan chiqib odam to'g'ri kelib o'zi ko'rishib olish qiyin. Shayton unamaydi u narsaga. Hamma yo'q unaydi, unga unamaydi. Jamoat bilan tumaloq bo'lib yo qator bo'lib ko'rishayotgan bo'lsa, orada ko'rishib o'tib ketdingizda, falonchi, 1-2 marta teskari qarab, keyin o'zi kelib qoladi sekin. Ikkita musulmon qilichiman ko'rishadigan bo'lsa, ikkovi ham dindan chiqdi dedi. Ikkita musulmon qo'li bilan ko'rishadigan bo'lsa, ikkalasi ham gunoh kechirildi dedi.
Qaysini tanlaymiz biz? İza iltaqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fin nar. Yoki musulmon qilichi bilan bir-biriga chiqsa, o'ltirgan, o'lgan ikkalasi ham do'zaxda deydi. Ya Rasululloh, bu o'ltirib qo'ydi, bu qotil narigichi dedi. Bu o'ltirmaganda u o'ltirardi, u o'ltirilmaganda bu maqsad bitta. Faqat bittasi yetib o'lib qoldi, xolos, ikkalasi bir xil. Ikkovi ham qotil. O'lgan ham qotil. O'shani esdan chiqarmaylik, o'lgan ham qotil. Kilahuma finnari deydi, ikkalasi ham do'zaxda. Biroq deydi, ikki musulmon ko'rishsa, quchoqlab bunday qo'li bilan ko'rishadigan bo'lsa, ko'rishgan vaqtida o'rtadagi gunohlari qo'lidan to'kilib ketadi deydi. Boshqa hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir-biringlarga teskari qarab, orqa qilib ketib qolmanglar deydi. Ko'rishinglar deydi. Yaxshi ko'rishingiz shart emas, ammo u odam bilan siz aloqani uzmang. Musulmon u. Xatosi bor, aniq xatosi bor. Biz unda talashmaymiz. O'zingizniki ham bor. Uniki ham bor, sizniki ham bor-da. U o'zi unday, bilamiz, undan ham bettar. Lekin siz yaxshi borib ko'rishib qo'ying. U yomon, to'g'ri, siz yaxshi-ku. Chunki eng yaxshisi boshlagani deyapti. To'g'rimi? Lekin bizkilar nima qiladi? Bundan ko'rishmaydi-da. 12 yil gapiradi orqasidan uni. 12 yillik g'iybatga kim javob beradi keyin? 7 yil 70 ta yerda gapini ochadi. Nima qiladi shuni? Nima qilish kerak ekan? Ko'rish kerak, gaplashish kerak. O'rsiga sal qilib ketib qolish. Xohlagan masjidda namoz o'qishi mumkin, ammo o'zini jamoati. Safarga chiqadi, yo'lga chiqadi, boshqa qiladi. Biroq u odam o'zini jamoatini qo'yib, boshqa odamga borib namoz o'qishi, qo'yib turib boshqasiga borib namoz o'qishi afzal emas, o'zini jamoati turganda. O'shaning uchun biz aytamizki, bo'lib ham deydi ulamolarimiz, mana Ramazon oyi kelganda musulmon odam nima qilish kerak ekan? Ramazon oyi kelganda musulmon odam hammani kechirib qo'yish kerak. Boyagi yerini tushuntira oldimmi? U ahmoq, u jinni, uni kallasi yo'q, u o'zi gunohkor, rosa xatolari ko'p. Siz yaxshisiz. Siz boring yaniga. Aniq o'zi so'kivardi o'tgan safar, urdi ham ko'chada. Bunday qilar debdi, mayli. Siz bunaqa odam emassiz, siz boring o'shani yaniga. Siz uni kechirib qo'ying. Ala tuhibbuna an yaghfirallohu lakum. Alloh sizlarni kechirishini xohlasanglar, sizlar shularni kechiringlar deyapti. Xohlaymizmi Alloh kechirishini? Undan keyin umman har kuni aka-uka bo'lib samovarni oshish shart emas. Lekin u bilan biz aloqani o'rniga qo'yib qo'yaylik, bo'ldi. Muhim siz aloqani qo'yib qo'ying o'rniga. Tamom. Jo'ra bo'lmang, do'st bo'lmang, aka-uka bo'lmang, to'yga aytib, quda bo'lmang, umuman shart emas. Ammo aloqani uzganligingizni, ipni uzilganini baylab qo'ying, o'rtani bog'lab qo'ying. Amal ko'tarilmaydi, qabul bo'lmaydi. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning so'zlari. Min fadoili shahr Ramazon, Ramazon oyining fazilatidan, Ramazon oyining afzalligidan, Ramazon oyida Alloh taolo Laylatul Qadr degan kechani tushirdi. Mana men boya sizlarga kichkina vaqt to'g'riliq so'z aytdim. Endi Laylatul Qadrni tushunamiz. 1000 degan so'z bor, bilasizlar-a? 1000 ga kiring, 1000 marta chaqirdim, 1000 yo'li bordim. Qandaydir bizning elda 1000 degan so'z bor. Qarang, shuni Alloh Qur'onda aytayapti. Alloh Qur'onda aytayapti. Laylatul Qadri xoyrun min alfi shahr. Alf nima degani arabcha? O'sha alf 1000 degani. 1000 degan so'z xalqimizda ishlatiladi. Bu qirg'iz xalqi, o'zbek xalqi hammamiz ishlatamiz 1000 ni. 1000 marta chaqirdim. Yana 1000 so'zini bilasizlar. Ko'p ishlatiladi. Alloh Qur'onda aytayaptiki, Laylatul Qadri xoyrun min alfi shahr. Alf degani arab tilida 1000 degani. Laylatul Qadr kechasi deyapti. 1000 oylik ibodatdan ham afzal. Balkim u 1200 dir. Balkim u 1700 dir. Balkim 10.000 dir. Allohning fazli keng. Eng ozi 1000 deyapti Alloh taolo bir kecha. Sababi ki anna nabiy sallallohu alayhi va sallam taqalla an umri ummatihi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ummatini umri qisqaligini Allohga shikoyat qildi. Biz oz yashaymiz. Biz o'ta oz yashaymiz. Telefonni o'chir degan videoga olsa olarsin. Antennasini o'chirib qo'y dedi. Xolos domla, tafsirga so'z kirgizib qo'ying. Samolyotini yoqingda, kamerangizni olib oling, muammo yo'q. Biz qancha yashaymiz ekan? Ozgina yashaymiz. Nuh alayhisalom necha yil yashagan? Har xil rivoyat. 950 yil da'vat. 950 yil da'vat. Ayirmasini bilib olaylik.
qavmini 950 yil da'vat qildi deyapti. Ozgina odam iymon keltirdi deyapti. Da'vatchi aka-ukalarimiz ba'zi paytda xafa bo'lishadi. Biz bitta oilaga borsak, jamoat chiqmay qoldi. Chiqmasin jamoat. Nuh alayhissalomga har 100 yilda bitta odam iymon keltirgan ekan. 100 yilda. Bu endi bitta rivoyatga ko'ra, o'shunda 8 ta odam iymon keltirgan, 9 ta odam iymon keltirgan. Yoki har 10 yilda bitta odam iymon keltirgan ekan. Yoki ba'zi bir payg'ambarlar borki, bir payg'ambar bor dedi, 3 ta ummati bor dedi. Bir payg'ambar 9 ta ummati bor. Bir payg'ambar bitta ham ummati yo'q dedi. Qarang. Qiyomatga biz buncha odamni yetalab borib yotchu. Biz dinda aytishimiz kerak. Qabul qilish qilmaslik bizda emas. Biz Nuh alayhissalomchalik emasmiz. 950 yil da'vat qilganda 80 ta odam dinga kelyapti. Qarang. Demak, Nuh alayhissalom 1700 yil yashadi, 1050 yil yashadi, 1300 yil yashadi degan rivoyat bor. 1000 yildan oshiq yashadi. Lekin bizda eshitdinglarmi? Qizilkada paloncha 250 ga kiribdi, 380 kirib degan bormi, yo'qmi? Yo'q. Bizda yo'q. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ummatimning umri 60-70 deyapti. Qancha ekan? 60-70. Unga yetgani bor, yetmagani bor, o'tib ketgani bor. Lekin o'tib ketgani ham 600 emas-da, 200 emas-da. 100 ga kiradi, rasa bo'lsa. Demak, bizning ummat umri qanday ekan? Oz. Alloh taolo taqalla an umri ummatihi degani payg'ambarimiz Alloh taologa shikoyat qildi. U umr oz qandaydir deganda shikoyat qilyapti Alloh taologa. Nuh alayhissalom shuncha yashasa, Solih alayhissalom 420 yil yashasa, bular ko'p yashasa, bizning ummatning umri oz dedi Alloh taolo. Inna anzalnahu fi laylatil qadr dedi. Laylatul qadr kechasini sizlarga berdik dedi. Bir kecha 83 yilga barobar. Eng qisqa hisobda. 10 ta laylatul qadr kutsangiz, Nuh alayhissalomning umriga yetib olasiz. İnşallah. Çünkü Kur'an'da shunday. Alloh aytayapti. Khayrun min alfi shahr. Eng qisqa hisob bilan hisoblasak, alfi shahri 83 yil. 10 tasi necha yil bo'ladi? 830 yil bo'ladi. O'zingizdan bir 70 yil qo'shib olsangiz, rovna 900 yillik ibodat ketadi. Bu oyatga ko'ra. Payg'ambarning ikkinchi bashorat. Bu xabar aytdim-da sizlarga. Demak, 10 ta laylatul qadr kutganlar bormi ichimizda? Bor. Laylatul qadr degani o'sha oxirgi 10 kunlikda yoki qadr kechasida ibodat bilan o'tkazishlik. Ozgina uxlab qolsa-chi desa, uxlab qolmasin deymiz. Biroq uxlab qolsa Xudo kechirsin. Qadr kecha deb umid qilib turish kerak-da. 20 ta bo'lsa 1600 yillik ibodat beriladi shu odamga. 1600 yillik. Bizning ummatning umri oz, lekin ummatning umrini Alloh taolo nima qilyapti? Laylatul qadrga qo'shib beryapti. Birinchisi. Ikkinchisi, bitta yaxshilik bizning ummatga qachon beriladi desa, niyat qilgandaylar berib qo'yiladi. Imom Ahmad ibn Hanbalning o'g'li keldi, ota bir nasihat qiling dedi. Bolam yaxshilikni niyat qil. Shunday men jalpoq tilmen tarjima qilaman-da buni. Shunday o'l dedi, ya'ni ma'nosi faqat yaxshilikni niyat qilib yasha dedi. Salomatchilik ham yaxshi bo'ladi. Ich tor odamlar bor, buzuq tugagan odamlar bor-da. Yomonlik chiqadi. Faqat yomon gumonman yashaydi. O'ngga qarasa ham yomonlikni o'ylaydi, chapga qarasa ham yomonlikni o'ylaydi. O'zini o'zi qiynab yuraveradi-da. Ichidan kasalliklar chiqishni boshlaydi. O'zini qiynaydi. In vil khayr va anta bi khayr dedi. Sen bolam dedi, yaxshilikni niyat qil dedi. Shunday yasha dedi. Siz bugun Ramazon kelsa men o'sha hali sigaret tashlaymanmi, iftorlik beraman deb yaxshilik qildingiz, hali Ramazon kelgan, siz u ishni qilmadingiz. Alloh taolo shu ishni qildi, bitta savob yozinglar deydi farishtalarga. Qilmadingiz, niyat qildingiz xolos. Niyatini mabodo amalga oshirib qo'ysa, birinchisi 10 ta savob yoziladi, 700 gacha. 10 ta odamga yozilishi kerak, 10 ta savob. Bitta odamga yoziladi 10 ta savob. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kim Qur'ondan bir harf o'qisa Alloh unga 10 ta nur beradi dedi. Men aytaman, kim WhatsAppdan bitta harf o'qisa unga nechta nur bo'ladi? Solishtiramiz hadisni. Kimki Qur'ondan bir harf o'qisa 10 ta nur boshlanishi bu, 100 ta bo'lishi mumkin, 700 ta bo'lishi mumkin. Kim WhatsAppdan bir harf o'qisa nechta savob bo'ladi aytsinchi jamoat. Telegramdan o'qisa qancha savob bo'ladi? Suratlarda o'qisa qancha savob bo'ladi?
Bir-biriga jo'natsa, soatlab shuni tagida yotib, shuni tagida turib, yuzlaridan nur chiqib ketsa, qancha savob bo'ladi? To'lka gunoh bo'ladi. Qanaqa savob bo'ladi? Ammo Qur'on o'qisa savob bo'ladi. 10 tadan boshlanadi. Bir kishi o'qiydi, 10 kishinikini beryapti. Demak, o'sha kishi 70 yil yashasa, 700 yilga barobar bo'lib qolaveradi. Ko'rdingizmi? Laylatul Qadrni ozon aytib qo'ysana, vaqt o'ldimi? Aytadingizmi? Laylatul Qadrni sababi sizlar aytmaylarki, biz aytmaylikki, biz oz yashaymiz ekan, ham qisqa yashaymiz ekan, nima degan so'z desa, yo'q. Bizga Alloh taolo Nuh alayhissalomga bermagan, Musa, Iso tarixda biror payg'ambarga berilmagan yaxshilik berib qo'ydi. Bir kun kecha Laylatul Qadri xayrun min alfi shahr. Bir kecha sen ibodat qil dedi. 83 yil yashadi deb berilmaydi. 83 yil ibodat qildi deb beriladigan hurmatli jamoat. Qachon bo'ladi Laylatul Qadr? Yanvardami, oktyabrdami desa, u Ramazonda bo'ladi. Oxirgi 10 kunlikda bo'ladi. U qiyin ham narsa emas. Kechasiman tikka tur demayapti. Ibodat qil, Qur'on o'qing, yonboshlang, turing, ovqatlaning, zikr qiling, istig'for qiling, namoz o'qing. Tamom, ertalab bo'ladi. Qancha odam pochka sorib, ertamangacha uxlamay chiqyapti. Qancha odam qayerlarda o'tiribdi? Qancha odam qayerlarda nimamandir ovorada, masalan. Uxlamasligini sababi sizniki shu ibodat bo'lsin. Alloh umringizga darrov 83 yil qo'shib beradi. 10 marta kutsangiz 800 yil qo'shiladi umringizga. Qiyomatda aytasiz, men 800 yil yashaganman deysiz. Inshaalloh. Allohu taolo alam. Keyingi fazilat nimasini aytib qo'ysak, ana savol javob nimalar bo'lsa davom etamiz inshaalloh. Min fadoili, albatta hurmatli jamoat, biz bugun Ramazonning fazilatini bu yerda biz ozgina ilmimiz bilan yoki qisqa vaqtimiz bilan tushuntirishimiz o'ta qiyin. Tushuntirish qiyin bu masalan. Lekin Alloh taoloning bir ulug' farzi bo'lgan, islom arkonining biri bo'lgan, ro'za bo'lganni imkon qadar biz tushuntirishga harakat qilyapmiz. Va min fadoili shahr Ramazon salatut tarovih. Ramazon oyining fazilatlaridan tarovih namozi. Hadisda man soma Ramazona imanan va ihtisaban. Qaysi odam Ramazonda Allohga iymon keltirib, birinchi shart. Ertaga qiyomat kunida menga savob bo'ladi degan umidda ikkinchi sharti. Tutadigan bo'lsa ro'zasini. Alloh bor va Alloh menga savob beradi deb ro'zasini tutadigan bo'lsa, g'ufira lahu ma taqaddama min zambihi. O'sha kungacha bo'lgan gunohini kechiradi Alloh taolo deyapti. Keyingisi man qoma Ramazona. Qaysi odam Ramazon oyida qoim turganda imanan va ihtisaban. Iymon degani musulmonligi uchun. Ihtisab degani Alloh menga shu tikka turganim uchun savob beradi desa, g'ufira lahu ma taqaddama min zambihi. O'sha kungacha qilgan gunohlarini Alloh kechiradi deyapti. Va qaysi inson imomdan oldin ketmasa, balki imom ketguncha masjidda jamoatda turib imom bilan birga yo imomdan keyin ketsa gunohlari kechiriladi deyapti. Tarovih namozi hurmatli jamoat faqat Ramazon oyida kuzatiladi. Tarovih namozi xatm Qur'on. Tarovih namozida qoim turdi. Qur'onning ma'nosini tushunmadi. Bu xatm bo'ladi. Qoim turganligi uchun oyoqni, belni, tizzani, tovonni, kuchini ibodatga sarflaganligi uchun Alloh taologa yaqinlashadi. Kuzatiladi bu masjidda yoki boshqa masjidda. Eshikni tagida turadi, darvozaning tagida turadi. Ozroq o'qisang bo'ladi deydi. Samorda 4 soat o'tiradi. Qani biz taroziga solaylikchi. Masjidda o'tirgan bilan samorda o'tirganda ayirmasi bo'lsa kerak. 2 rakat o'qilgan namoz bilan bir tovoq yeyilgan oshni farqi bo'lsa kerak. Bu yerda indamasdan Qur'onni tushunmasdan eshitishlik bilan samorga borib apanda aytib o'tirishni farqi bo'lsa kerak. Buni bunday ko'p ilm kerak emas buni tushunish uchun. Buni tushunish uchun insof kerak. Imanan va ihtisaban. Qaysi odam tarovih namozida masjidda bo'lsa, bir odam bir qabrda yandan o'tib uxlab qoldi. Bir qissa, ertakka o'xshagan narsa, tarixda bo'lgan. Lekin tushni bilasizlar, tushga ko'p narsa kiradi, haqiqat bo'lsa olinadi. Hukm olinmaydi. Boya qabrdan o'tib ustida uxlab qoldi, bilmadi u, ya'ni o'tib ketayotib bir yerga uxlasa, u yer qabr ekan. Mirzo. Onam tushiga birov kirib qoldi. "Ey falonchi, jilva ozgina, qabrning ustiga yotib olding" dedi. "Mayli, hozir jilaman. Faqat ayt qabrda nima foyda beradi" dedi. 2 rakat qo'shib qo'y namoz dedi.
Shu 2 rakat ham kerak bo'lib qoladi ekan deydi. 2 rakat. Shuning uchun Ramazon kelyaptimi? Ramazon ichida tarovih bor. Bo'lib ham boshqa paytda biz imomlarimiz qiroat har xil bo'lsa ham, Ramazonda zo'r o'qib beradi Qur'onni. Allohning kalomini o'qib beradi. Qur'onni tilovat qilib beradi. Imanan va ihtisaba deb. Allohga iymon keltirib, Alloh menga shuni savobini beradi deb namozda tursa, la riyan va la sum'atan deyapti. Men mancha rakat turdim. Manday qilib o'qidim emas. O'zingiz Alloh uchun turasiz namozdan. Alloh buni gunohlarini kechiradi deyapti. Alloh bilan bandasining o'rtasida nasab yo'q. Alloh bilan bandaning o'rtasida ibodat bor. Xudoga hech kim tanish emas. U hatto kimidir urug'i qarindoshi bo'lsa ham, yo xo'jasi yoki suyagi bo'lsa ham. Nimaga? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Qaysi odamning o'zini amali oz bo'lsa, uni nasabi olib borib qo'ymaydi aldiga dedi. Tabbat yada abi lahabi va tab deb o'qiyapmiz. Payg'ambarimiz amakisi do'zaxda deyapti. Nimaga? Payg'ambarga qarshi chiqdi. Payg'ambarga qarshi chiqqan payg'ambarning o'zini uy bilasidan bo'lsa ham Alloh taolo qiyomatgacha uni la'natlab do'zaxga borganini, qo'li kesilganini, qo'li qurganini oyatda tushirdi. Balki Umar dindan tashqaridagi odam edi. Umarni dinga kirgizdi, musulmonlarning boshchisiga aylandi. Tarixdagi eng katta, eng adolatli, eng buyuk shaxsga aylandi. Shuning uchun odamni ko'taradigan narsa nima desa, ibodat. Umar aytdi, Qur'on bilan aziz bo'lasizlar dedi. Din bilan aziz bo'lasiz dedi. Qur'onni tashlasangiz aziz bo'lmaysiz dedi. Usmon har kuni xatm qilardi. Abu Hanifa 2 martadan xatm qilardi. O'shunday oy kelyapti, hurmatli jamoat. Ramazon oyi kelyapti. Ramazon oyini yaxshi o'tkazaylik. Dasturxon solasiz mehmonga, kamchilik bo'lsa urushasiz, uydagini, ko'chadagini, qo'shni o'zingizni qarzga bo'lsa ham solasiz. O'zingizga o'xshagan mehmonga shuncha hurmat qilasiz. Xudoning mehmoni kelyapti. Sizga foyda. Bizga foyda, hammamizga foyda. O'ziman to'ldir yaxshilikni olib kelyapti. Xatm Qur'on kelyapti. Tarovih kelyapti. Laylatul Qadr kelyapti. Saharlik qilinglar, baraka bor. Saharlik kelyapti. Iftorlik bor. Valisoimi da'vatullah turad. Ro'zador amin desa duosi ijobat deyapti. Ro'za tutgan odamning duosi qaytarilmaydi. Ya Alloh duo o'zing ber mana bu narsani desa beradi. To's shu narsani desa to'sadi. Bunda ishonch, iymon bo'lishi kerak odamda. Iymon bilan, ishonch bilan duo qiladigan bo'lsa, lissoimi farhatan. Ertaga qiyomatga borganda ro'zador odam xursand bo'ladi deyapti. Nimadan xursand bo'ladi? Farhatun inda iftarihi. Dunyoda iftorga yetib olganidan xursand. Qiyomatda ro'zadorlar degan joyda turgandan xursand bo'ladi. Shuni hammasi Ramazon oyining ichida bo'ladi, hurmatli jamoat. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ro'zan oyatlari keldi. Alloh aytdi: "Va idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Ayting ey Muhammad alayhisalom, bandalar men haqimda so'rasa ayting, men bularga juda yaqinman. Ujibu da'vatad da'i idza da'an. Duo qilsa duosini ijobat qilaman deyapti. Hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ro'zadorning duosi qaytarilmaydi deyapti. Ma'nosi mana shu gaplarimiz va nihoyasi ma'nosi mag'zi, hurmatli jamoat. Allohga yaqin bo'ladigan oy kelyapti. Shaytondan uzoq bo'ladigan oy kelyapti. Gunohlar kechiriladigan oy kelyapti. Jannat eshigi ochiladigan oy kelyapti. G'animat bilaylik, ro'zani tutaylik. Alloh taolo barchalarimizni o'zini suygan bandalardan qilsin. Falonchi, pistonchi bizni yaxshi ko'rsa xursand bo'lib o'lamiz. Alloh suygan bandadan qilsin bizni. Bandasi emas, Alloh subhanahu va taolo. Anan ikkinchi bu yerda aytiladigan narsa, domlamiz hozir nima qilib qoldi, aytib qolibdi. Bu yerda bu 8 rakat debdi. Biz yurtlarda 20 rakat bergi mazhab masalasi, bu keng masalada buni tushuntirish kerak. Qancha sizga bir misol aytay. Bu yerda siz 8 rakat o'qidingiz namozni. Uyingizga borib yana bir 4 rakat o'qib olsangiz bo'ladimi, bo'lmaydimi? Tahajjud deb, qiyomul layl, tungi namoz deb 4 rakat o'qib olsangiz bo'ladimi? 20 rakat taravadan keyin bo'ladimi? Undan keyin yana 2 rakat qo'shib bersak bo'laveradimi? Yana jazavamiz o'zib yana 8 rakat, 10 rakat qo'shsak bo'ladimi? Bo'ladi-da, emas muammo. Bomdodgacha o'qisa bo'laveradi. Namozni rakatini kamaytirishni dalilini istamaylik. Namozni rakatini ko'paytirishni dalilini istaylik. O'shanda to'g'ri bo'ladi. Siz bu yerda 20 rakat o'qing. Tahorat qilib kelib, tahorat namozni uyingizda o'qing. Bilol, oyoq kiyimingni deganini eshitdim.
Nimaga unday dedi. Payg'ambarimiz so'rayapti Biloldan. Sen oyoq kiyimingga eshitilading unday bosib ketyapsan. Tapchikani bossa eshitilading. Bilmadim men ya Rasululloh, bilmayman dedi. Biroq men bir narsani bilaman dedi. Men har safar tahorat qilganimda 2 rakat namoz o'qiyman dedi. Nafil. Ha, shu seni jannatga kirgizib yuboribdi dedi. Alhamdulillah dedi Bilol. Tahorat namozini o'qing. Tahajjud namozi payg'ambarimizga vojib edi, umr bo'yi qo'ymagan. Bizning mazhab boshimiz tahajjud uchun alohida kiyimi bo'lgan. Tahajjud o'qing. Namoz ko'paytiraylik. Ko'paytiraylik. 28 ga tushirishda emas, 20 ni o'qib uyimga borib yana tahajjud o'qiyman degan savolni bersangiz zo'r bo'ladi. O'sha to'g'ri bo'ladi. Nimaga? 2 rakat namoz boshqa narsalardan ko'ra nima bo'ladi? Afzal bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Ramazon oyi kelganda hadisda aytibdiki, ajvadun nas. O'zi ajvadun nas degani odamlarda eng beresheni payg'ambar bo'lgan deyapti hadisda. Eng beresheni, beruvchisi. O'zi aslida. Va ajvadu ma yakunu fi Ramazon, Ramazon oyi kelganda hamma narsasini berib yuborardi deyapti. Karihi mursala, shamolga o'xshardi Ramazonda deyapti. Ulamolar aytadi, ma'nosi qanday desa, shamol ketayotganda odamlarga, hayvonlarga, uylarga, solihlarga fosiq farqi yo'q. Hammani mazza qildirib o'tib ketadi. Shamol bo'lsa, bu yerdan shamol kelsa, mana yangi botganda yo'lman kelib turib, targ'ib o'qiyotganlarga kirib turib, qaytib chiqib yo'q bo'lib ketmaydi. Hammaga tegadi. Payg'ambarimiz shunday deydi. Ramazon kelsa hammaga ehson qilardi. Quyosh odam tanlamaydi, bilasizlarmi? Quyosh odam tanlamaydi. Chiqsa hammaga tegadi, chiqmasa hech kimga tegmaydi. Payg'ambarimiz ham o'shanday bo'lgan. Qachon desa, doim, lekin Ramazon kelganda o'ta qattiq esuvchi shamolday bo'lgan. So'zimiz nihoyasida aytamiz, hurmatli jamoat. Bir kishini bo'lsa ham iftor qilishni niyat qilib qo'yaylik. Bir kishini. Tayyormizmi? Nimaga? Chunki iftorlikni qildirib bergan odam xuddi o'sha odam roza tutgani kabi bir xil bo'ladi. Ma'nosi, buni rozasi o'zida qoldi, xuddi shuncha savobni Alloh yaratib sizga ham berdi. Kimki bir rozadorni iftorlik qildirsa, uni rozasini savobi to'liq o'ziga qoladi va to'liq bunga xuddi shuncha savob olib beriladi dedi. Iftorlikni niyat qildikmi? Eng kami qanchasiga niyat qildik? Qo'l ko'taringlarchi. Iftorlik niyat qilganlar. Maşallah. Shular mana bittada odamga iftor qilib beradilar. Xudo xolasa. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizga o'zi tavfiq bersin, o'zi hidoyat bersin. Aytilgan so'zda, qilingan ishimizda, eshitgan masalalarimizda Alloh ixlos bersin. Eliga yurtga Alloh tinchligini bersin. Mana shunday yaxshi yurtimiz bor, hammangiz bilasiz. Ko'p yerlarda yo'q imkoniyatlar bor. Masjidlarimiz doim ochiq, ko'p. Madrasalarimiz. Ya'ni aytadigan narsalarimiz ko'p. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni tinchlikda qilsin, omonlikda qilsin, xotirjamchilikda qilsin. Tinchlik bo'lmasa ibodat yo'q. Ibrohim alayhissalom payg'ambarlarning otasi tinchlikni so'rab Alloh taolodan duo qiladi. Tinchligimizni Alloh taolo davomiy qilsin. Allohumma ballighna Ramazon. Allohumma ballighna Ramazon. Allohumma ballighna Ramazon. Alloh hammamiz Ramazonga yetkazsin. Ro'zalarni tutadigan, saharlik iftorliklarni qiladigan, tarovihlarni, xatm Qur'onlarni qiladigan insonlardan qilsin. Uzoqdan kelgan, yaqindan kelgan jamoat hammasiga Alloh subhanahu va taolo kelgan jamoat qadamiga savob yozsin. Bu yerda faqatgina biz turmayapmiz, biz bilan birgalikda farishtalar turibdi. Bizga guvoh bo'lib turibdi. Alloh taolo biz bilan maqtanyapti. Men shunday bandalarim jamlanib ilm olyapti, dars qilyapti dedi Alloh subhanahu va taolo maqtangan bandalardan bo'laylik. Allohga tavbalarimizni e'lon qilamiz. Alloh tavbalarimizni qabul qilsin, gunohlarimizni kechirsin. Farzandlarimizni, zurriyotlarimiz qori olimlardan chiqsin. Bir yosh bola bor ekan, go'dak bemor haqiga duo qilamizki, Alloh subhanahu va taolo u kishiga ham komil shifo bersin. Kasallarga Alloh shifo bersin. Kasallikdagi qiyinchiligini Alloh gunohiga kafforat qilsin. Qarzdorlarga Alloh yordam bersin. Qiyinchiliklarda ham Alloh taolo yordam bersin. Musofirdagilarimiz eson omon safimizga kelib ibodatda sherik bo'lishini Alloh nasib qilsin. Mana bahor fasli kelyapti, dehqonchilik qilayotgan, bog'dorchilik qilayotgan, mana shu ishlar bilan shug'ullanayotgan odamlar ishlariga Alloh o'zi rivoj bersin, barakatlarni bersin. Bu jamlanishlarimizni Alloh Makka da qilsin, Madinada qilsin. Allohning uyi, Rasulullohning masjidlarida Alloh subhanahu va taolo Ramazonlarni o'tkazishni hammangizga nasib qilsin. O'tgan yillarda Alloh taolo rahmatiga olsin, oilaga tinchlik bersin. Shuni uyushtirgan domlamizni ham Alloh yomon ko'z, yomon so'zdan o'zi saqlasin. Bu kishini yanında yurgan xizmatchilar, yordamchilar, shogirdlar Alloh subhanahu va taolo ularga ham kuch-quvvat, tavfiq, hidoyat, husnul ziyofat deydi, chiroyli kutib olishda, chiroyli kuzatib qo'yishyapti. Bir-birlarimizni Alloh taolo o'rtamizda isloh qilsin.
millatchilik bo'lmasin, bu shimol janub bo'lmasin, balki bir el bo'lib, bir yurt bo'lib, mana shu yurtimizda ibodatda doim bir-birimizga hamkor, yordamchi, ko'makchi bo'laylik. Yomonlikda sherik bo'lmaylik. Faqatgina yaxshilikda bir-birimizga sherik bo'lishimizni Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Allohumma inna nas'aluka ilman nafiyan. Alloh foydali ilm bersin. Rizqan tayyiban, halalan mubarakan, halol, tayyib, pok bo'lgan rizq bersin. Amalan mutaqabbalan, qabul bo'ladigan amal bersin. Alloh subhanahu va taolo Ramazondan chiqqandan keyin to'liq gunohlari kechirilgan holda chiqishligimizni Alloh o'zi nasib qilsin. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين.